Jangchi. Badaviy tarixiy asar. 11. qism. Saqib g'oba hokimiyatining qo'ldan ketishini andishida his qilishga boshladi. Tasminni chaqirib, uningga bir necha vazifani berdi. Tasmin shahar cho'ng'ilarining hovlisiga kirib, ularga g'obani shikoyat qilishdan burun uning xatoliklarini o'ziga bildiraydi. Balkim u isloh bo'lib qolar, dedi. Yoshli cho'nglarga Tasminning gapi yoqdi. Deyishgan kunda yeshi cho'nglardan 10 kishi Saqib g'oba saroyiga qarab mangdi. Ular saroyga yaqinlashib kelgan sari har xil odamlar ularga qitilib mengishga boshladi. Yangi qo'shilganlarning qiyofati yoqimsiz edi. Cho'nglar biror ko'ngilsizlikni sezgandek bir-birlariga qarab qo'yishdi. Odamlar davomli ko'payib, saroyning oldiga yetib kelganda 10 qirining orqasida mingga yaqin kishilar paydo bo'ldi. Qirlarning cho'ng egilib, saroy eshik baqarga "Janobimiz Saqib g'obining muborak huzuriga kirishga ruxsat so'raymiz", dedi. Eshik baqar kishilarga bir qarab etib, "Hammanglar kirmoqchimi?" deb so'radi. "Yo'q", oldirab javob qildi qiridan biri. 10 kishiga ruxsat so'raymiz. Eshik baqar hech narsa demasdan saroy ichiga kirib ketdi. Bir necha minutdan keyin xalq bilan so'zlashish maqsadida qurilgan ayvonda Saqib g'oba paydo bo'ldi. G'oba bir xil cho'ngchilik bilan so'radi. "Xaloyiq, nima gap?" Yashanganlar javob berishga ulgurmasda, ularga yo'lda qo'shilib olganlardan biri qo'ynidan o'qya ilib, g'obaga qaratib o'q otdi. O'q hokimning mo'risiga sanjildi. O'q atgan odam hokimga o'lim bo'lsin deb vaqirdi. Yerdan tosh elib saroy tarafga otdi. Xaloyiq guldirlab yerdan tosh izlashga boshladi. Saroyga toshlar yog'di. Bu ishlar yashanganlarning planida yo'q edi. Ular qandoq yo'l tutishni bilolmay gangrab qoldi. Bilsimo qo'lidan hech bir ish kelmaydi. Ular faqat "Hay aqlsizlar, ishinglar endi yurishmaydi" deyishadi. Yashanganlar xaloyiq ichidan tirishib sirtga chiqdi-da, saroy ustida yuzlab o'qyochilarni ko'rdi. Ular kishilarning ustidan o'q etishga boshladi. Odamlarning ba'zilari yerga yetib oldi. Ba'zilari duch kelgan tarafga o'zini urdi. Biroq kim qaysi ko'chaga kirmasin, Saqib g'obining yalang'ochlangan qilich tutgan askarlarga uchradi. "Taslim bo'ldim, o'ltirmang" deganlarga ham rahim qilinmadi. Birdak qirg'in qilish boshlandi. Qon tuproqda qizg'uch qaramtul loy hosil qildi. O'nlab odamlar bu patqoq loyda teyilib yerga yiqildi. Bu qirg'in qilish yarim soatdek davomlashdi. Saroy oldi jasad bilan to'ldi. Tiriklar ham o'likka aylangandek harakatsiz turadi. Askarlar saq qolganlarning hammani qo'lga oldi. Yordorlar o'ldirildi. Yana bir guruh lashkarlar o'lik tozlashga boshladi. Saqib g'oba saroyda jarohatlik yelkisini tengayotganda Tasmin kirishga ijozat so'radi. "Janobim, siz xohlagandek bo'ldi. Men yolg'on odamlar ishni boshlab berishdi." "Bak yaxshi", yeyib hijoydi g'oba. "Endi so'roqni boshla. Mening taxtimni og'dirishga shu 10 qirining boshchilik qilganligini isbotla. Aholi orasida bizga qarshi odamlar bordir. Ularni ham topib chiq." Tasmin 2 kun ichida shahar ichidan yuzlab odamlarni qo'lga oldi. Ular vahshiylar zindoniga tashlandi. Rahimsiz savol so'roqlar boshlandi. 3-kuni davlat qurishni planlagan, hokimni aldab, xalq oldiga chaqirgan deb qirlarning jinoyati guvohchilarning so'zi bilan isbotlandi va ularni darg'a asdi.
Yana bir qancha kishilar chepib o'ldirildi. Yuzlab odamlar muddati belgilanmagan holda zindonlarga tashlandi. Butun shaharni yana qaytadan qo'rqinish bosdi. Aholi nafas elishqimi petanolmay qoldi. Saqib g'obining rahimsiz hukmronligi boshlandi. Bu qirg'inchilik jarayonida g'arblik bir kohin shahar sirtida odamlarni har xil haykal va toshlarga ibodat qilishga da'vat qilayotgan xabari uningga yetib keldi. G'oba darhol uni chaqirib, ibodatxona qurib, diningni tarqatqin deb buyruq qildi. Astinas shu hamon g'obining yanida paydo bo'ldi. Sobiq hokim Muassar saroy zindonida edi. Ashiya eri bilan saraydagi qora ishlarni qilatdi. 40 yil Saqib g'obining qon va qo'rqinch ustidagi qurilgan hokimiyati ostida o'tdi. 10 yil oldin Muassar o'lgachga Ashiya va erining ahvoli qiyinlashdi. G'obi ularni qulum deb atashga boshladi. Ashiya bir necha farzandini tuproqqa qo'ydi. Ammo kichik o'g'li salomat qoldi. U bo'lsa raqibdir. Ashiya raqibni ko'z qarchug'idek osirdi. G'obining zulmidan shu farzandi sababli omon chiqdi. Hozir u cho'chqaxonaga kirish oldida. Allohim, sana iymon keltirdim. Murtad bo'lganim uchun sana tavba qilaman. Balam raqibni sana omonat qildim deb pichirladi. Cho'chqaxona sesiq bo'lib, u yerda minglab cho'chqa beqalatdi. Qo'lidagi kishan yeshilishi hamon Ashiya o'zini cho'chqalar orasiga otdi. Cho'chqining nijosatini elib yuziga surdi. Cho'chqalar dumalaydigan yerga o'zini tashladi. Shu minutda Tasminning ikki odami cho'chqaxonaga kirib, jinoyatchi ayolni so'radi. Ularning maqsadi Ashiyaga tajovuz qilish edi. Cho'chqa boquvchilar beshiga cho'chqa pishpini qo'yib o'ldirgan ayolni ko'rsatdi. Bu ayolga qo'l tekkizish u yoqda tursin, yiqilishish ham mumkin emas edi. Tasminning odamlari bu ayolning ahvoliga birdam qarab turib, nihoyatda sesiq puroqdan seskanib orqaga qaytdi. Ashiya hammasini aniq bilib edi. İppitini saqlaganligi uchun Rabbisiga hamd etdi. İç-içidan bir pushayman. Tövbe etilib keldi. Ashiya iç-içidan yig'lashga boshladi. Bu yig'ida istig'for va yalvurish ham umid mujassamlagan edi. Buni tabi o'tida qalbi erimagan g'ofillar hargiz anlayolmaydi. Raqib 3 kunda ko'zini ochdi. Yanada o'ltirgan qirini ko'rdi. Qiri nimalarnidir pichirlayotgan edi. Raqib, "Onam menga koinotning yakka xudosi bor deb aytgan", dedi pichirlagan holda holsiz. Qirining yaxshi anglaydigan quliqi raqibning gapini tushundi. "Onang to'g'ri aytgan, raqib", dedi. Uningga azroq egilib, "U yakka iloh Allohdir. Allohdan boshqa ibodat qilishga loyiq biror iloh yo'q. Bo'lishi ham mumkin emas." Raqib butun vujudi bilan shu kalimani aytib, qalbiga yig'ilgan xotirjamlik yomg'irini his qildi. U yo'qotgan, ammo eng zarur narsani topganligini bildi. Alloh uning nafsini pokladi. Allohning yolg'iz iloh ekanligiga tilda iqror qilib, qalbida tasdiqladida, raqib o'zining ajab bir mustahkam himoya ichiga kirganligini bildi. Zulm, umidsizlik, zaiflik va ma'nosizlik changilidan qutulib, aslo uzilmaydigan bir orqonning halqasini mahkam tutdi. Raqibning jarohat og'riqlari bu og'riqning yanida yo'qoldi. Raqibning qalbida olamlarning yakka yagona Rabbisini yaxshiroq tunish niyati jo'sh urdi. U o'z Rabbisining barcha komil sifatlarga ega har qanday nuqsondan pok zot ekanligini qalbi bilan bilib, aqli bilan taslim bo'lib, uningga ruhi bilan talpinayotgan edi. Biroq raqib qalbidagi bu intilishni til bilan tasvirlashdan ojiz edi. Chunki banda bilan Alloh orasidagi bog'lanish
boshqalarning ko'ziga ko'rinadigan shaklda ko'rinish mumkin bo'lmagan bir hodisadir. Qara mahbus raqibning har bir do'lqinini aniq sezayotgan edi. Chunki bir qalbida mavjud bo'lgan sap iymon ikkinchi qalbdagi sap iymondan zarracha farq etmagaydi. Chunki u dal tavhiddir. 100 yoshdan eshib ketgan qari jangchi va 10 yoshga yetmagan bir go'dak ayni shu bir nuqtada azaldan bir-biriga mahbub, abadiy bir-birini yaxshi ko'rishganlardan edi. Qari raqibning suv ishiga yordamlashdi. Suda eritilgan nollarni berdi. Bir ozdan keyin raqibning holati texmo yaxshilandi. Jarohat, og'riqi yo'q bo'ldi. Raqib tamg'a yo'linib o'ltirdi. Uning yumron yuzi 3 kunda yaxshilandi. Ko'zlarida chunqur dard alam aks etdi. Qirg'a dedi: "Tag'a, sizni qandoq chaqirishni bilmayman. Ismim Adbo. Men Musa alayhissalomga ergishib, yakki iloh Allohga iymon keltirgan oilaning farzandi bo'lib tug'ildim. 6 yoshimda otamga ergishib urushga borganman. Baytul Maqdis uchun jang qilganmiz. Jangchilarga suv, kamal o'qi to'sh berganman. Ashu yerda Musa alayhissalomni ko'rganman. U egiz bo'yliq, kang mo'rilik, yuzi oq va nurliq, chechi quyoq, bequvvat odam edi. Qo'lida Odam alayhissalomga jannatdan elib chiqib berilgan mo'jiza hosi bor edi. Uni Musa alayhissalomga qayni otasi Shuayb alayhissalom bergan edi. Raqib qari Adboning hikoyasini diqqat bilan anglab, tushida ko'rgan egiz bo'yliq, so'l qo'lida hosi tutgan, o'ng qo'li marmardek oq kishini esladi. Musa alayhissalomning o'ng qo'li oqmi? deb Adboning so'zini bo'lib savol so'radi. Adbo yigitga bir oz hayron bo'lib qaradi. Shundoq deb tasdiqladi. Alloh taolo Musa alayhissalomga ko'plab mo'jizalarni bergan. Shu mo'jizalardan biri u kishining qo'lining oq bo'lishidir. U kishi qo'lini qo'yniga tiqib, keyin chiqarganda qo'li oq bo'lib nur chechib chiqadi. Sen buni qayerdan bilasan? Raqib oltirab dedi. Shunchaki so'radim. Siz bana Allah haqida ko'proq aytib bering. Uning payg'ambarini yaxshiroq tunishtiring. Allohning payg'ambari birla emas, yuzlabdir. Balki uningdan ham ko'pdir. Ular yakka ilohga ibodat va itoat qilishga da'vat qildi. Allohga sherik keltirishdan to'sdi. Yolg'iz Allohga ibodat va itoat qilish nima degani? Raqib o'zi uchun qandaqdir gumon yoki xiyollarga o'ralgan gumon ma'lumot emas, aniq ilm izlayotgan edi. Adbo 1 minut dam oldi va tamkinlik bilan so'z boshladi. Raqib shuni bilginki, sen buyuk bir savol so'rading. Bu savolning javobini bilganingdan keyin sen uchun mangu baxt saodat eshiklari ochiladi. Sen butun dunyo ustidan, shayton va uning maloylari ustidan, barcha zolimlar ustidan shundoq muvaffaqiyatga erishsanki, bu muvaffaqiyatni biror inson yoki biror maxluq tortib ololmaydi. Ammo o'zing buningdan yuz o'risang, hech bir kishi sana yordam bera olmaydi. Sen o'ltirgan bu zindon, sen tortgan u jazolar Allohning azobi oldida jannat va jannat ne'matiga o'xshab qoladi. Adbo u 25 yil zindonda qon yutib o'ltirgan mahbus emas, balki ulul azim payg'ambar Musa alayhissalomning ta'limini olgan buyuk muwahhiddir. Raqib shuni bilginki, Allohga 3 narsada qat'iy ishongin. Birinchi, koinotdagi hamma ish Allohning ixtiyorida ekanligini bilgin. Birdani yo'parmoq Allohning iznisiz tushmaydi. Olamdagi eng cho'ng oliy saroydan tartib, eng kichik yo'l to'zg'icha hammasi Rabbimizning boshqarish ostidadir. Yuragingning har bir so'qishi, xiyolingdagi har bir o'y, qalbingdagi har bir tuyg'u Allohning ishidir. Har bir ishning egasi Allohdir va hamma ishning sohibi ham Allohdir.
Adba bu to'g'risida uzoq gap qildi. Uning aytganlarini tushungan siri raqib Allohning qudratini, har qanday ayib nuqsondan pok ekanligini haqiqiy his qilishga boshladi. Har ish Allohning boshqarishida ekan, uning boshqarishidan tashqarida deb ishonish eng aqlsiz ish ekanligini bilib yetdi. Qat'iy ishonishing shart bo'lgan ikkinchi narsa shuki, inson faqat Allohga ibodat qilishi, Allohga itoat qilishi lozim. Allah bandalariga o'ziga qanday ibodat qilishni o'rgatgan zotdir. Har bir ishimiz Alloh rizoligi uchun bo'lishi kerak. Alloh uchun biror ish bajarmoqchi bo'lsang, uni muhabbat bilan ado qilgin. Qo'lingning uchida emas, majburiyatdan emas, balki Allohning roziligini, muhabbatini qozonish uchun o'zingni fido qilib, shu ishni bajargin. Agar bir ibodatga oid amalni Allohdan boshqa birarsiga yoki biror narsaning royi uchun, roziligi uchun va yoki uni iloh qilish uchun bajirsang, bu shirkdir. Bu sening halokating hisoblanadi. Alloh taolo shirkni kechirmaydi. Buningdan boshqa gunohni xolisi kechiradi. Shu alpazda Atba bu ilmni ko'p so'zladi. Odati bo'yicha oyatlarni o'qidi. Musa alayhissalomning so'zlarini hujjat qilib keltirdi. Uchinchi narsa ham borki, bu ham ishonishing shart bo'lgan muhim nuqtadir. Allohning go'zal ismlari va sifatlari bor. Ularga ham qat'iy ishongin. Alloh bandalariga mehribondir. Alloh har qanday nuqsondan pokdir va hamma narsadan behojatdir. Bu uch narsa bir buyuk kalimaning ma'nosidir. U bo'lsa-mu la ilaha illalloh dir.